juda ham ko'pchilikimiz so'ragan lokatsiyadan oxirgi variantimiz. Manzil Sergeli yangi hayot Chortoq mahalla bo'lyapti, indeks bozordan ozgina o'tganda. 1.7 sotu 4 xona plus hol plus 2 ta podvali ham bor. Ko'pchilik podvalga ish qilyapti o'zi. Xo'p, bu bitta sanuzelimiz bor. Letniy kuxnya va kichkina ziloli zonasi. Tak, podvalimizni ko'rishimiz mumkin. Podvalda двойной podval deyiladi. Xo'p, kirib olgan bo'lsa, kiraverishda o'ng qo'limizda kuxnyamiz bo'lyapti. Kuxnya mebel va xolodilnikgacha qo'yib qo'yishibdi. Quruvchi akalarimiz baraka topsin. Xo'p, bu yerda mana bitta xonamiz bor, bolalar yotoqxonasi. Bu yerda hol, teplый pol sistemasi va bizni qo'yib beradigan bitta televizorimiz. Tak. Mehmonxonani ko'rishimiz mumkin. Katta, keng, bemalol mehmon kutib olaverasizlar. Hovlida atmosferasi umuman boshqacha. Xo'p, bu yerda mana kattalar yotoqxonasi va ichkarida sanuzel bor. Uy ichidagi sanuzel va 4-xonamiz. Okalar, qisqacha qilib yana ma'lumotini aytaman. Chortoq mahallada joylashgan. Orientir indeks bozori orqasiga ozgina o'tiladi. 1.7 sotu 4 xona plus hol plus 2 ta podvali bor. Uyimizning narxi $103 ming. Bizani kuzatinglar. Sizlar bilan uychi bolalar hammaga rahmat.